Assalomu alaykum ikromli kezikürmenler. Muş vaqtыңlar xeyirlik olsun. Aydımın bir hoş geldinglar. Biz bugün Ustaz Muhammed Yusuf Karacın bilen İslamdaki halal haram düşüncesi bilen hürmet hukum oturusu münasebetini aydınlaştırışımız. Halallarım doğrusunda elbette nurgun kitaplar, eserler ve göz kararışlar oturup kıldı. Bu emimiz iyilik kitap olayımı ama biz bugünkü programımızda halallarım hukum bilen, halal hukumdaki okşaş menbeden kelgen hürmet hukumunu oturuş münasebetini aydınlaştırarak özümüzdeki Uygur cemiyetinin ahvalı kısaca karab çıkıştırışımız. Undaqda ustaz biz her vaqt o'xshash programniki formati asosan halolram kelimesi bilan hukmlar bilan bu hurmat hukminiki yildizniki o'xshash ekanligini bilamiz. Sizlar mushu nuqtadan bir tushuntirib bergan bo'lsalar, nima uchun hurmat bilan bu ikkisiniki ikki hukm o'tirisida o'xshashlik bor? Qanday munosabat bor? Bismillahirrahmanirrahim. Bu haram degan söz harama deb üç tane harften terkip topganda bu üç bir harama. Bunun haram endi chiqqan. Bu harama degan söz muqaddas ve hürmetlik degan ma'noda, yana biri man'iy qilish ma'nosida. Ikkili ma'nosida. Sözününki yıltızı muşu emdi. Yani mesela Mescid-i Haram'ne haram deymiz. Bir taraftan muqaddaslığı var. Bir taraftan kan töküşkü bo'lmaydigan. Ya. Mesela bunda qilish joiz emas degan gapni haram deydi mesela Arabchada. To'g'ri emas deganni haram. Anda qilish haram deydi. Amda bir narsaning hurmatini mesela Qur'onning hurmati, ota-onaning hurmati, Ka'baning hurmati deydigan gaplar ayna. Bu yerdagi hurmati degani shuningki ulug'ligi, shu muqaddasligi, shuning qimmati degan ma'noda. Ammo harim degan 4 harflik yana bir keladi buning. Harim degani erning qo'g'dishi aslida bo'lgan ayolni, ya'ni qo'g'dalgan, hurmat qilingan, qimmat berilgan bir ayolni harim deydi. Harimir racul degan erning hurmatli, qimmatli varlığı ve erning qo'g'daydigan birdan bir kishisi, ya'ni er qo'g'daydigan kishi degan ma'noda hamda. Demak, buni da yana shu ikki gapga qisqartandi. Biri shu muqaddas, ikkinchisi man'iy qilish. Ya'ni mesela Arba'at Eşhurul Haram deydi Kur'an-ı Kerim'de. 4 ayını haram ayla deydi. Nima degan bu haram ay degan desa, urush qilish cheklangan ay degan bo'ldi. Masalan, Zulhajja, Zulqa'da, Muharram, Rajab degan 4 ayni urush qilish cheklangan ayni Eşhurul Haram deydi. Haram aylar deydi masalan. Ajno o'xshashandi. Ustaz vaqti bu halalarım bilen bu hürmetniki iltiz okşaş da buyurduk. Demek ki biz Müslümanlara nispeten halal haram boğan, yak halal boğan işler yakın nerseler bilen haram boğan işler yakın nerseler biraz insanınki hürmet bilen, kadir kıymet bilen, mukaddeslik bilen, esfiler safilinden ibaret mahiyetlen hiç münasebet hep karsak bölge şuna mı? Elbette, elbette. Ondakta biraz bu mehremden dediler mi diyor, hürmet, mehrem, halal haram de. Bundakta mehrem degan biz uchun Uyg'urlarniki bu Uyg'ur musulmonlarga nisbatan yoki jamiyatimizda qadriyatimiz yo'qsa mehrem inta muhim ahamiyatga mehrem ya'ni bizni qo'g'dishimiz ostida bo'lgan bizniki ayolimiz Konuşmasını bu ona. biz endi normalda davomli deyman man bizni nisbatan ayolimiz yoki mehrem bo'lgan bo'lsa undaqda buni nuqul ayollik nuqsisi kutraproqchu butun bir bizniki sharq turkiston jo'rafiyasini deylik misol olsak bu bizimki yüzümüzdeki makanı buluş noktasıdır. Yüzümüzün müşteriniki hucayını sahip buluş noktasıdır. Bizimki muşu zeminimiz, bizimki mehremimiz hesaplamamdı. Bizning mahremiyetimiz, bizning mahremimiz hesabında qo'g'dash. Hmm. Mesela vatanni qo'g'dash asli ailemizni, ayolimizni qo'g'dashga o'xshash şeyine. Hmm. Mesela ana vatan deymiz, ana vatan. Anamizni tuqqan vatan. Yani anamizning yurak bag'ri bo'lgan vatan, bizning yurakimiz bo'lgan vatan. Yani qo'g'dash jihatdan hamda ailemizni qo'g'daganga o'xshash qo'g'dashga
tegishlik. Hmm. Endi bizniki harimimiz yoki mahremiyatimiz desak bo'ladi endi. Hmm. Ustoz chunki nayt yaxshi billah işte bu bizniki igisi olgan bu coğrafyamız, mehremimiz bulgandı desek bo'ldi endi. Buni hemmemiz itiraf qilamiz, buni ko'ryapmiz. Biz davomli deymiz, silim ta'kidlab qo'yadilar. Bizniki musulmondaşlıkta abstraktni tushunchi nuqul ojiz bo'lganlik, shu mahrem nuqul shu o'zimizniki doirasidagi ayolimizla isimiz keladigan bo'lganlik uchun ailemizda. Ammo vatandan iborat cho'ng bir oilani haqiqiy ailemiz deb qarash tushunchisi eng sal tuyan bo'lganlik uchun uni mahram deb to'liq idrok qilolmaganligimiz uchun balki vatanga bo'lgan ko'z qarashimiz yoki mahram, halol, harom, hurmat degan mushu hukmlarni vatanninki jo'grafiyasidan birlashtirib tushunchimiz engimiz nisbatan ko'ngildagidek yoki orzu qilingan seviyat bo'lmaganligi uchun bizniki balkim passivligimiz yoki vatan desak titramaydiganligimiz iborat a narsaniki ojizligini balkim shohid bo'lyapmiz deb o'ylayman. Biz Yo'q. endi masalaga nimadan kirsak, hurmat nuqtasidan. Albatta, biraz burun deb o'tdilar, bir inson bo'lish sifatimizdan biz ashrafli maxluq, jonliqlar eng qimmatli maxluq. Tabiiyki, halollarım doirasida mangsak, u eng qimmatli maxluq, jonliq. Hürmetlik Ha, bulumuz ha. hurmat. Hürmetlik bulumuz. Ammo Özümüzün mangmasak hürmetini eng saklayız. eng pastda bo'lamiz endi. Eng tuvan saviyada bo'lamiz degan gap. Bundaqda biz inson üstümüzden üzümüz bilan olan münasebet noktasından, başkalar bilan bo'lgan munosabat nuqtasidan, shunday tabiat va jonliqlar bilan, shunday Alloh bilan munosabatimiz nuqtasidan albatta hurmat hukmi intayin muhim. Ya'ni psixologlar deydiki, oila bilan yoki ayolimiz bilan bo'lgan munosabatda sevgidan burun hurmat birinchi o'rinda turadi deydi. Hurmatdan keyin sevgi keldi deydi, mehr muhabbet. Çünkü bir-birisini tuluqada uqumlar bo'lg'achqa, dal mushu o'zimiz bilan to'rt nuqtadan hurmatni ichiga olgan asosda tushunishga boshlasak, biz Allohga qudratiga hurmat qilsak qanday bo'ldi, hurmat qilmasak qanday bo'ldi? Mana bir izohlab bergan bo'lsalar. Endi biz Alloh taoloninki shariatiga, Alloh taoloning qo'ygan qonun prinsiplariga hurmat qilsak, o'zimizning hurmatini saqlagan bo'lamiz, hurmatimizni ko'targan bo'lamiz desan. Inna akramakum indallohi atqakum deydi ya. Sening eng hurmatli sanalganinglar, eng taqvo bo'lganinglar, eng taqvodor bo'lgan odam eng hurmatli sanaldi Allohning dargohida. Anda bo'lgandan keyin bu qanday bo'lsang hurmatli bo'lish ekanki, Alloh taologa taqvo bo'lgan. Taqvolik deganda ya'ni bunda nuqul taqvolik emas, amal ibodatlarni jiq qiladigan amal ibodati bor, boshqa narsa yo'q. Bunda taqvolik emas, bu bir bütün Alloh meni kechidimi, kunduzdimi, qorong'udimi, yo'ruqdimi, har qanday o'ydimi, taladimi, hamma yerda meni ko'rib turdi, ko'nglimda o'ylaganimni bilib turdi degan bunda hushyorlik bilan Alloh taoloni qo'rqish, qo'rqish bilan bo'lganni bu taqvolik deymiz. Endi bizda taqvolikning ba'zi mevalar, natijalari bo'lgan. Masjid namozni 5 vaqt namozni masjidda o'qish, haramga berib umra qilib kelish, sadaqa zakotni jiq berish, tasbih tahlilni jiq aytish deganga bu taqvolikning o'zi emas bu. Bu taqvolikning ba'zi mevalari. Taqvolikning ba'zi mevalari. Bu taqvolik şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Et-takva hahuna, et-takva hahuna" deb yuragiga ishorat qilib, taqvolik bu yerda deb yuragiga ishorat qilib, taqvolik qalbda, ammo uningki asiri, uning mevasi shu sirtqa chiqadi endi. Masalan, iymon 70 necha shaxtdan hadis hamda 70 necha shaxtdan tarkib topgan, yuqorisi la ilaha illalloh, tüvün eng tüvünü yerdeki aziyetini evitish deydi. Yerdeki aziyetini evitishning o'zi iymon emas o. U o'zi iymon emas. Ammo u elvatay boshqalarga ziyon yetmasin degan ruhning o'zi iymon. Endi ruhning o'zi iymon. İman ayədi işləb, üzünün təsirini göstərib, adamın yoldakı əziyyətini evitqan qıldı yani. Muşunda qilish kerak, muşunda bo'lgan taqvolikmi bizni ashunda qiltqan qilsa, taqvolik bo'lgan taqvolik bizni bir motor bo'lib, bu bizni yaxshi ishga yugutib, mangdirib, yaxshi ishni qildirsa, buni taqvolik deymiz endi. Ammo haliqi taqvochi kiyinib, soqolni uzun qo'yib, ishtonni qisqa kiyib, bunda misvakni tishlab qo'yib, qo'limizga tasbihni bunda evilib, bunda nima qilgan odamni bu taqvolik emas endi bu. Bu taqvolikning ba'zi bir shakllari hamda. Ammo xalqda
xalqqa tushuntirishga tegishli masala mushu. Taqvolik hargiz bu ko'rinishda bo'lmaydi, qalbda bo'ldi, dilda bo'ldi hamda. Mushu taqvoligimiz qanchalik yuqori bo'lsa, hurmatli bo'lmiz. Shu hurmat ashunga birga keldi. Inna akramakum indallohi atqakum. Akram degan eng hurmatli. Eng hurmatlikinglar, eng taqvo bo'lguninglar Hmm. degilgan. Yani ustoz shunday vaqtda vaqtida agar haqiqatan biz Allah'ın hakikaten bizimki birden bir kudret iyisi ve ibadet kılışlık, hürmet kılışlık, secde kılışlık, şundakla onunki emirlerine çek, haram kılgan ve halal kılgan nesline boysunuş itaatın üzü hakikaten biz hürmetli kılgan bolsa yoki la ilahe illallah Muhammed Resulullah degan tevhid itikadı mağalasak hürmetlik bulgalığımızı bu dünyada mı ahirette mi saadetga erişganligimizni qimmatga erişganligimizni shunaqla o'zimizniki yaratilish g'oyasiga harakat qilganligimizni deb o'tgan bo'ldi ammo butun masala mushadimki deb o'yladim man haqiqatdan biz samimiy bo'lsak allohga hurmat qilgan bo'lsak allohni chak chegarasi bo'yicha yoki e, mangdigan bo'lsak balkim deymiz endi biz hozir bir Uyg'ur municipal sütümüz bilan xorlanyapmiz endi onu hammamiz e'tirof qilamiz qimmatimiz Xitoylar tarafidan yoki hurmatimiz dafsanda qilindi sababini biz hammamiz azdır ko'pdir bilamiz deb o'ylaymiz yana demak shu o'g'lim alloh hamma qudratli deb turib aşık işinip durup yana bazı bir şirketlerimizde bizge vatanni işgal qilgan Xitoyning qudratini bakroq birinchi planga chiqarib qo'ydigan ahvollarni ig'zimizni demasakmi ammo ish harakatlarimizda buni aks Şirketimiz ettirib aşıda qo'yamiz göz tutuydu. aks ettirib qo'ygan hamon vaqtda bizningki hurmatimiz tushib ketadi degan gap chunki xitoy bir banda xitoy kofir bir banda bizim o'xshash ama bir yerde iki taraf oturuşu fark bizimki iman yetişmiş şundakla hak yolda yani biz oylayan hak Hı. yolda mağalışımız hem de. Ama şundak ahvalı turup ama yanına hürmetimiz başka bir la Xitaylar tarafından depsenli kılındı. Müşahede Allah hakikaten hürmet bulgan bulup kalsa bizimki hazır kıldık harlıkımız oturup çıkmagan bulup da oylayayım. Şu müşahede denildik sili bunu kandak izahlap bereleydi. Hem de mesela her kandak bir mümin Allah Teala'nın kudretiga işinidu. Allah Teala'nın ki en üstün kudret, çeksiz yani payansız kudret işkellikiga hemmeden işini düşündü ama her kandak mümin işini dendi. Ama bazı vaqtlarda özünün hissiyatıga ega olamaydı. Moşu nimeligi qımda ahvali qarab dunyodagi Amerika kuchliq, Xitoy kuchliq, Rossiya kuchliq deyotganda gaplar ya. Aşunuğa mında aşı nimaga qarab o chaqda xuddi Alloh taoloni unutib qolgandek hissiyatımızda gap qilgan vaqtida o'zimizningki ma e'tiqodimizga loyiq holda o'zimizning ma hissiyatini ashunga to'g'rilayolmay e'tiqodimiz boshqacha bizning ma hissiyatimiz ve gap so'zlarimiz ve qilayotgan ishlarimiz e'tiqodimiz bilan ikkisi to'g'ri kelmagan. O boshqa ma boshqa bo'lib qolgan. Shunda ahvollar hamda. Va masalan Allohning qudratiga ham ishinidi. Shunda ishinib turuqliq. Shunda bir nimaga kelib qolding? Masalan, deylamda Alloh taolaning va'dasi. Sen rostchil bo'lsang, qad aflaha man sadaq deydi-ku hamda. Kimki rostchil bo'lgan odam g'alaba qildi deydi. Rostchil bo'lgan odam eng oxir g'alaba qildi. Rostchillik eng oxir g'alaba qildi. Men o'sha savdo sotiqda yolg'on aytmay lilla qilib mani satsam payda az keldi hozir. Payda az keldi. Ama kichkina maniga yolg'onni qo'shsam, mani 80 ga etdim mani men. 90 ga elang desam odam hamaqil deb 90 ga oladi, shuni nima qildi? Anda o'g'il kichkina yolg'on bilan jiqroq pay topaman deb o'zimizning e'tiqodiga zid e'tiqodida rizqni berguvchi Alloh, bereketni berguvchi Alloh onu desem de biz vaizlik sözlep gittiğimiz onun da. Ma ameliyatga kelgan vaqtida shu Alloh taologa haqiqat ishonchi qilish bilan ma pulga ishonchi qilish masalasi kelgan vaqtida jiq adam yengilib ketadi aşağıda. Jiq adam aşağıda yengilib ketib, e'tiqodida aynan bor to'simi, lekin shu chog'da yolg'on aytib, vaqtlik manfaatini ko'zlab Alloh taoloning cho'qim rostchil odamga eng oxirgi barakat birtiqanlik ishonsimi, yüzde ishonsimi, yana shu chog'da ayda oldinib ketgan ayda ishilibdi. Shu bizning talab qilgani e'tiqodingda nima bo'lsa, e'tiqoding bo'yicha yashag'in. E'tiqoding bo'yicha. Ishongan bo'yicha yashag'in yoki ishonmagin. Ammo deb qo'yapsan,
İşendim dep qo'yap. Sen nimaң boshqacha bo'lsa, masalan, Allah Rasulullah innalloha ma'as sodiqin. Allah Rasulullah bilan billa, innalloha ma'al muttaqin, taqvodorlar bilan billa, innalloha ma'al muhsinin, muhsin ihson qilib yaxshilik qilguvchilar bilan billa deb turib, ayda billa deb turib, sen shuni qilmaysan. Allah men bilan billa ekan emasa, ayda qilsam ekan, mani qilay emasa Allah men bilan billa bo'ldi degan kelgan vaqtida u qilmoqdan burun shunday qilish kerak deymiz. Aş ishga kelgan vaqtida nafsimiz besib ketib, bizning aqlimizni besib ketib, ana xilop qilgan ishda mushundaq ishlarda shunga bizning samimiyatsizlik, musulmonlardagi umuman samimiyatsizlik bo'lganligi uchun Alloh taolaning yordami kelmayotidi hozir deb o'ylaymiz-ku, shu samimiyatsizlik bo'lganligi uchun. Ammo buni mushu sahobalarning hayoti, islomning oltin davridagi ashlarniki hayotiga tarjima holiga, ashli voqealarga, ashlar bunda selishtirib ko'rsak hamda bu bizdagi naitibakilqi islomning quruq jihozisini ko'tarib olgandek biz. İslamның quruq jihozisini halqi konvertning ustiga yozilgan musulmon. Jiq adam konvertning ustidagi musulmon. İçide undan chiqmaydi chiqisini. Shunda qamdi. Özellikle sizden müşahede dep ötkenlerdek kıdım deyimiz şekilde ba ama üç cevher noktasından yani eğer mesele var dep düşüngen buldum bunu ben. Biz yeni bir ikincisi ötsek hem de elbette bu insanın ki üzügü olgan hürmetim intihan mühim. Öz üzügü olgan hürmet. Bu ne diyen gap ise insan üzünki yaratılış gayesi asası yaşaş diyen gap. Yani üzünki bu fıtrat dediğimiz yani tebiitik asasen yaşayalsa yaki üzünki kıymetlik asasen yaki gayesi asasen yaki yaratılış gayesi yaşagan bul dep düşündüm ben bunu. Şondan muşu noktadım eğer biz özümüzünki tebiit demez belki nefsimizin keyini girip yaki ruhumuzun tebiitik asasen emez nefsimizin keyini girip yaşasak elbette yine kıymetimiz boğazalığını bilip öttük. Del muşu noktadım mı? Yanıla bu iş yanıla bu bizimki yaratıcılığa ibadet kılışlayan bir vas münasebet dep oylayman. Yani demek şu olum eğer biz bir Uygur Müslüman bu süptümüz ile elle bizim tarihten beri oturup koygan o kaderiyat sistemlerimiz, dünya göz karışımız, felsefe sistemlerimiz, şundakla İslam'dan menbelengen, İslam'dan ağan hayat şekillerimiz var. Bu bizimki hayat şekillerimizni, yaki dünya göz karışımını şekillendirdi. Unda olgankin eğer biz muşu özümüzdeki tarihimizni şekillendirgen muşu hayat felsefemiz bilen itikadımızı kelgen turmuş şekillerimiz bilen yaşasak ben oylayman özümüzün kıymeti uç yaşaganligimizni oylayman. Yani özümüzün iradesi bilen özümüzün akıllı oturup çıkan narsalar bu. Eğer kandakta özgüler sizip bergen yoldan mangsaq yoki özgülerniki sizip bergen iradesi için minishqa mecburlansak yoki undan voz kechmay qolsak bu tabiiy holda o'zimizni hurmat qilmaganligimiz. Agar o'zimizni hurmat qilish degan gap amaliyotda shu o'zimizniki e'tiqod yashashga yoki o'zimiz sizgan yo'l bo'yicha atalar ajdodlarimiz bizga sizib bergan yo'l bo'yicha mangalsak yoki biz Uyg'ur bo'lish bilan nimani taqozo qilgan bo'lsa shu hozir biz vazifamiz. Shu bo'yicha mangalsak uni o'zimizga hurmat qilish bo'ldi deb tushunma. Elbette şu mesela hem de siz mi dediniz ya ama yaratılgan gayesi boyunca yaşas dep. Mesela Allah Teala insanı ibadet kılış için yaratışın ama ibadet kılış için yarattı dese cık adamga bunda nukul anlanıp kaldı da bu namaz okuş için, roz tutuş için, zakat veriş için, muyda iş için de yarattı dep. Anda o ibadetin ki biz başka programlarımızda dedik yani ibadet yani simvollik ibadet ve muamele ibadet. Endi buniki asosliqi muomalaviy ibodat, ya'ni durustlikcha Alloh taolo ko'rsatgan mujohidlik hayotimizni, hayotimizning programmamizni Alloh taoloninki ko'rsatgan halol harom chek chegarasining ichida elib borsak, ayda Allohning ko'rsatgan mush elib borsak ibodat ichida bo'lgan bo'lamiz endi. Umuman muomalaviy ibodatning ichida bo'lamizda. Mushuning ichida unda bo'lgan chaqda biz yaratilgan g'oya uchun shu g'oyaga loyiq yashagan bo'lamiz. O chaqda beshimizga balay afat xafalik kelmaydi. Masalan, mashinaniki benzin quyutgan yerga suv quysak, suv quyutgan yerga benzin quysak, ani shuning uchun o'zininki g'oyasini nima qilmay tadqiq qilib qo'ydik-ku, tadqiq qilgan mashina buziladi-ku. Insonning shunga o'xshashadi. Shunga o'xshashi o'zininki nima uchun yaratilgan bo'lsa, nima uchun tayyor qilingan bo'lsa,
Aşına yüzünün şu yulgu koyup versen, yüzünün yuldu mansı bulduğuna gel. Bu dinimizden demekçi boğunu, peygamberlerinki demekçi boğunun hemmisi şu. Sen aç Allah Teala seni yaratkandak, Allah Teala yaratıştan maksat gaye kılgandak, şu yolda mangın deydi şu. Fitratallahi leti fetran nasi aleyha la tebdili halqillah deydi. Allah Teala yaratkan fitret, e, bunu Allah Teala'nın yarattığını özgertmeye deydi. Özgertme değil. O özgertme degeni Allah Taala şu maksat için yarattı. Şimdi şu maksatga xizmat qilgin, şu maksatni qilgin. Dunyodagi hamma narsa şu maksat için Allah Taala yaratgan maksat için xizmat qildi. Masalan, e, nima? Yomg'ir suv yer zaminni yashartish uchun, bu ziroatlar inson va hayvonlarning oziqlanish uchun, bu hayvonlar ucharliqlar, nimalar insonning xizmati uchun. Endi inson kim uchun? Inson Alloh taolo uchun aynan. Alloh taolo uchun. Anda bo'lganki shu hamma narsa o'zining joyida, o'zininki nima uchun, nima maqsadga yaratilgan, nima uchun paydo qilingan bo'lsa, ashuningga xizmat qilsa, ya ashuni mangsa hech qanday mushkul yo'q endi. Bizning shu mushkulimiz shu haliqi shu yo'ldan chiqayotgan gap. Hı. Dal mush doktorlar bir narsa qo'shib qo'ygim keldi. Ya'ni demak shu o'g'lim biz bir tarixdan beri shunaqa o'zimizni e'tiqod uchun nurg'un narsa o'tirib chiqardik. Agar mush irodamiz uchun mang'alsak hem o'zimizga hem o'zimizni milliy hurmat qilgan bo'lamiz. Agar Xitoylarni deganda Xitoylar men sizni bergan yo'lda mening irodam bo'yicha yoki sen o'zingniki qadriyatlar bo'yicha emas, meningki madaniyatim bo'yicha, meningki assimilyatsiya qilish shaklim bo'yicha, men sizib bergan kimlik doirasi bo'yicha, men sizib bergan ssenariy bo'yicha mangsa desa va shundaqa buni biz ergishib qolib qolsak ham o'zimizga shundoqla biz tava bo'lgan millat hurmatsizlik qilgan bo'lamiz. Unda bo'lgankin Xitoylar dal shu nuqtadama bizniki o'zimizni pasilga chekchirasi hujum qilganlik uchun bizning albatta hurmatimiz tushib ketgan bo'ldi. Shunga bizniki hurmatimizni qo'g'dash endi bizning qo'limizda. Endi hurmatninki bu ijtimoiy qismiga kelib qolsak, ijtimoiy qismi o intayin muhim deb qarayman. Masalan biz bir Uyg'ur jamiyati bor. Uyg'ur jamiyatininki hurmat qilsak, ya'ni Uyg'ur jamiyatininki nizomlarini yoki qoidalarini muhofaza qilsak, shundoqla bizningki pasllarimiz va qoida usullarimizni chak-chegaralar ularga rioya qilsak, tabiiy holda bu jamiyatga, Uyg'ur jamiyatiga hurmat qilgan bo'lamiz. Shunga biz bir Uyg'ur bo'lib sifatimizdan, shaxs bo'lib sifatimizdan shu jamiyatda e, o'zaro bir-birimizning haq-huquqlariga hurmat qilsak, shundoqla ijtimoiy qoida usullarga rioya qilsak, o'zaro bir-birini to'g'ri tushunadigan tuyg'udoshlik ro'yi bo'yicha harakat qilsak, bu tabiiy holda yana bir jamiyat bu sifatimizdan bir-birimizning haq-huquqiga hurmat qilgan bo'lamiz. Ya'ni bir hadisim bor ustoz deymiz axloq ya'ni. Ya'ni men Hı. o'zimga ravo ko'rmagan narsani boshqalarga ravo ko'rmaydigan. Yoki men o'zim Hı. talab qilgan yaxshilikni boshqalarga talab qilgan shu. Amaliyotda shu jamiyat yashashniki eng asosiy prinsip deb o'ylayman. Bu del Acayip doğru. hurmat tuyg'usi Nima? deb o'ylayman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbe li nefsihi deydi. Sizlar hech qaysinglar o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani boshqa bir musulmon qarindoshi uchunmi yaxshi ko'rmaguncha mo'min bo'lolmaydi degandek ekan bu ajoyib hadisda bu. Masalan, biz nahaqchilikka uchrashni xohlamaymiz. Adolat ko'rishni xohlaymiz. Xotirjamlikni xohlaymiz. Ya'ni, demak, biz o'zimiz uchun nurg'un yaxshi ishlarni xohlaymiz, o'zimiz uchun ishlaymiz. Tamam, yaxshi ko'ramiz o'zimizga. Shuning hammasini boshqalarga shunday yaxshi ko'ra olsak, boshqalarning hisobiga boshqalarni urug' qilib, uning hisobiga men samray yoki boshqalarning hisobiga men boy bo'lay. Boshqa nima bo'lsa bo'lsin, shu men bunday qilay desang, shu yo'ldan chiqib ketganlikdan shu. Anda bo'lganki shu Allohning yordami bo'lmaydi. Shu o'zingga nimani yaxshi ko'rsang, zulmni yomon ko'rsan o'zingga, boshqaga zulmni yomon ko'rgin. O'zingga adolatni yaxshi ko'rsan, boshqalarga adolat qilgin. O'zingga rostchilikni yaxshi ko'rsan, bir odamning sen rostchil bo'lishini yaxshi ko'rsan, yolg'on aytgan odamni yomon ko'rsan, sen boshqalarga yolg'on aytmagin, boshqalarga rostchil bo'lgin. Sen ya'ni o'zingga nimani xohlasang, boshqalarga shuni xohlagin. Mana shunda qilsang haqiqiy mu'min bo'lasan deylik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak bu bizning dinimiz bor. Acayip insaniyet dini, acayip medeniyet dini de bu. Acayip, yüksek medeniyet, yüksek zevk yani bundan. Şurada küçük acayip meseleler mi acayip bekle ol bilgen hem de. Endi ustoz degandek dal shu boshqalarga o'tsak, masalan, yig'inchoq betqa vaqtda ijtimoiy nuqta. Ya'ni jamiyatning haq huquqlariga hurmat qilish, undan keyin qadriyatlarga hurmat qilish, undan keyin
ijtimoiy mas'uliyatni ado qilish shundoqla jamiyatga tavogan xalqqa tavogan mol mulklarni huquqlarni qo'g'dash shunga asos harakat qilish hammadan muhimi uyg'ur jamiyatida oz bo'lgan kamchil bo'lgan tuyg'udoshlik ingini kuchaytirish amaliyotda dal shu hurmat nuqtasidan muhim ahamiyatga ega hamda masalan yani biz tabiat dünyası yaşaymiz nurg'un jonliq va jonsizlar bilan birlikda yashaymiz ularning albatta huquqlari bor hurmat qilishimiz kerak deb qo'yamiz Albatta. bizniki manbaimiz ya'ni bizning igimiz o'xshash ya'ni biz qanday manbadan kelgan bo'lsak o'xshashlar bu tabiatdagi butun jonliqlarimiz shundan manbadan kelgan deb o'ylaymiz unda bo'lgandan keyin yaratilgan bu maxluqlarga yaratilgan jonliq jonsizlarga hurmat qilish ahamiyati allohni yaratgan har bir varlığa hurmat qilish hisoblanadi ularning haqqi huquqini qo'llash bizniki mas'uliyatimiz doirasiga kirdi chunki barliq mavjudotlar allohninki undaq san'atininki allohning hikmatiniki bir asiri tajallisi deb qarayman shuni bu sababdan shu yaratilganlarga hurmat qilish amaliyotda yaratquchi bo'lgan hurmat deb qarasak bu tamoman bo'ldi ya'ni Albatta. shunga insonlar hayvonlar o'simliklar tog'dagi tabiatdagi boshqa jonliqlarninki yashash huquqiga hurmat qilsa ular ziyon berishini saqlasa ehtiyojlarga nazarini saqit qilmasa zulm qilmasa ularning yashash doirasiga kirib olmay ularning o'zalligiga qo'yib qo'yilsa dal hurmatniki asosi deb qarasak bo'ldi masalan deyli Albatta hayvonlar şu cansızlardanmı mesela sunu bulgumaslık, havanı bulgumaslık, tabiatdagi mana gulgiyahlarni bundaq üzüb buzmaslik. Mesela muşmu aşu Allah Taala'nın sanatiga hurmat qilganlikda. Masalan, Allah Taala'nınki maxluq, Allah Taala yaratgan mavjudotga va Allah Taala'nın güzel sanatlariga hurmat qilganlik hamda. Stadiyal degandek albatta endi mushadiy bir masala o'tirib qo'yishimiz keldi bizning hamda bu sharq turkiston deyli bu o'simlik nuqsidan o'rmonlar nuqsidan daryolar deymiz cho'llarimiz yani nurg'un jonliqlarimiz jonliq turlarimiz botdi hamda shu bu keyingi xitoyniki iqtisodiy jihatdan iqtisodiy taraqqiy qildirish qalbi ostida yoki bu yerda har xil tajribalarni qilish yoki nupusni ko'chirish yoki zavod korxonalarni haddan ziyod qurib etish nurg'un bizning ekologik tampонliqlar buzilib nurg'un balkim jonliqlarni turi yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin hatto ojizlab ketgan bo'lishi mumkin cho'llar texmo cho'llashib ketgan bo'lishi mumkin cho'lninki doirasi kuchayib ketgan bo'lishi mumkin tug'roqlarimiz vayron bo'lib ketgan bo'lishi mumkin suvlarimiz bulg'angan bo'lishi mumkin demak shu bizga tava bo'lgan yoki biz omonat berilgan shu yerlar va hurmatsizlikka uchrab boshqalarniki qo'li bilan xitoylarni qo'li bilan nurg'un ziyonlarmi kelib chiqqan bo'lishi mumkin amaliyotda shularniki ziyonga uchrashi dal amaliyotda bizning bevosita ziyonga uchrashimiz hisoblanadi chunki biz u narsalar bizningki qo'g'dishimizga omonatimizga berilgan narsa ammo biz afsuski kuchimiz yetarlishi sababidan xitoylarning yomonligi sababidan yoki kuchlikligi sababidan deyli ular u yerlama bo'g'inib ketdi ya'ni demak bizim bir her sahada o'ylab baksak bizimizniki hurmat doiralarimiz yoki halal haram ve bilan hurmatimiz ya'ni ko'p xiris uchrab xili bir nima bo'libdi ojiz qarab yuzlanibdi desak bo'ldi ojizlash desak shu iborani ishlatdim man Terasga uchratisi bo'lmasam o'sha nimada o'sha Lopnurda anda atom sinoq qilish orqali bir qancha qatim sinoq qilish orqali kelib chiqqan ziyon zahmat yer ziminlarimizga bo'lgan ziyon zahmat shu rayonga yaqinroq yashagan yerdagi insonlarga bo'lgan ziyon zahmat masalan u nurg'un hamda nurg'unisini biz bilmaymiz nurg'unisini bilgunimizni deymiz hamda demak shu biz o'zimizgina emas zeminimizden tortib muhitimizden tortib yer osti boyliqlarimizdan tortib natice xirisqa uchrag'lig'anda u o'zimizning hurmatini saqlamagan yerda saqlayolmagan yerda biz uni saqlayolmadik hamda shunaqa bu hurmatningmi o'ziga bo'lgan hurmatningmi o'zi bir falsafiy nuqtadan bir cho'nqur ahamiyatga ega ustoz buni biraz vaqtimiz deysak bo'ldi masalan deylik inson deydi bir ishlarni vujudga chiqarish uchun deydi albatta o'zinikiligi o'zidan halqib o'tash o'zini halqib o'tash degan gap ya'ni o'ziniki nafsidan halqib o'tab bir texmo bundoq qudratli kuchninki sizib bergan yo'ldan manga olsa yoki bir ishlarni vujudga chiqara olsa
yoki hammadan ko'nib ketgan bir paslarni chiqib boshqalarga payliq bir narsa o'tirib chiqara olsa, bu dalillikqa uzib olgan hurmat, ya'ni bu turkchilikqa potensial deb qo'ydik-ku. Ashunday u yuqori vujudga tajalli qila olsa, bu uzib olgan hurmat hisoblanır ekan. Ondan keyin liqi ma bu üzüge bo'lgan nimani intizomni kuchaytirish, ya'ni bir inson biz inson bo'lganki o'zimizniki bir ma'lum bir haddimiz bor, chegaralarimiz bor. Shu bundan halqib o'tib ketmay, ya'ni insonlik nuqtini saqlab qolgan asosda o'zimizniki bundaq nafsimizni kontrol qilish orqali uzun muddatni yoki biz bekitgan g'oyamizniki keyindan mangsak, shuni ishga oshirishni tirishsak, bu daliliqi o'ziga bo'lgan qimmat hisoblanadi ekan. Buniki ishki huzur, ma'naviy huzur demdik hamda. Ya'ni Hı. bizniki cheksiz bundaq arzu bundaq nefsimizniki kendim mangmay daliliqi ilahiy chegaralar ichida yashay olsak, ishki to'qinishlarimiz, ma'naviy dunyomizda to'qinishlar azayib, ruhiy jihatdan tamomliq saqlay olar ekanmiz. Hamda umumiy ma'naviy jihatdan tamoman bir erkinlikka erishgan bo'ldik ekanmiz. Dal shu nuqtada. Acayip hem de. He. Şunalıkı bu ne bilen bulduysa ustaz tamamen insan üzünki haddini bilişken der mi şu? Ben insan benimki kılaydığım ba kılamaydığı yerim ba. Degenini bilsek, benim bir yaratmışım ba. Onda olan ki ben şu bende en olan hareket kılsam, Allah'ınki koygan sızıkları bana alsam, kul koygan ya ki ben üzerine okşaş bir insanın keyinden manganın ornuğa, beni yaratkan bir kudretli kuşun keyinden bana alsam, del muşu ben üzerine koygan hürmet buldu iken şunakla Allah'a koygan hürmet hesaplandı iken, bunda olan ki ben ma dünyadıma nispeten deyim hem de hürmetke yani üzerine kıymetini saklap kalsa bana alaydı kemme dep hürmetli Allah'ın müştak düşünsek bulurken kız manda bir narsa okudum ben. Sizler kanda belki bir hata düşünüyor olmuş mümkün. Haram, bir haram işlese günah işleyen bulurken insan ama bir halalını haram kılıp koysa şerik bulurken. Bu şey bir yapar mı İslam'da? Hem de ikkilisi şirik oldu eğer nima qilsam da. Mesela de haramni hem de halal haram qilish Allah Taala'nınki ve peygamberinin hakkı. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de halal haramni bekitib etgan. Hech qanday bir insonningki halal haramni bekitish haqqi yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolodan kelgan vahiy orqali ba'zi halal haramni bekitgan. Shunga o'xshash hamda bu halal haramda boshqa bir insonning hech qanday haqqi yo'q. Shunga olimlar Qur'on Kerimda sahih hadisda kelgan harom halalni harom halal deydi. Ammo uningdan boshqa bundaq shunga o'xshash to'g'ri aytgan ishlarni joiz emas deb bundaq nima qiladi? Joiz emas deydi. A so'zni qo'llanmay. Chunki olimlarning bu anda harom qilish, halol qilish haqqi bo'lmagandan keyin bu Alloh taolaning haqqi va Rasulullohning haqqi halol harom qilish. Endi bu shu halal haram bizningki mushu dinimizniki qizil siziqida chek chegarasi mushu endi. Mushu halal haram ichida ish qilsam to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa, endi halal haram desa, bizning xalqning kallasida yemak ichmakdagi halal haram keladi. Masalan, arablar haram alayk deydi. Bir odamniki xato ish qilsa, sen to'g'rimi sening ishing degan gapni haram alayk deydi masalan. Endi bu haram deganga e'tiqodimi bor haram? Bu nimede muameledim ba, yürüştürüştüm ba, ahlaktım ba, hem nersede ba bu halal haram meselesi. Şuna yani şeriatın çekligini, çek çigrisi halal haram degen aşı sızıkның içinde. Halal haram sızıkның içinde bolsa bultkan gap emdi. Emde avu bayaqı gapning ahırı gelsek yine وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ deydi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu şaşmanglar ve gamkin bolmanglar. Sizler haqiqiy mu'min bolsanglar, sizler yuqori üstünlükni ega bo'lasizlar. Bu üstünlük hem de Allah Teala bergen hürmetlik üstünlük, kuch quvvatlik üstünlük, ilimdeki üstünlük, hemdeki üstünlük hem de üstünlükki ega bo'lasizlar. Mu'min bolsanglar, mu'min yani bir Allah'a ishonsanglar ve Allah'ın yardım qildiganligiga ishonsanglar. Şuna insan Allah bilan bo'lgan chaqda kuchli. Allah'tan ayrılıp qolganda, ya'ni Allah'ni unutib ketgan chaqda ojiz hamda inson. Masalan, mushu nimadagi Çanakkale şu urushidagi o 10 15'i 15 Yok. yillik Seyit nima? Yüzbeşi. He? Seyit Yüzbeşi.
Ha, Seyit 105'inin Ha, 280 gram kiloluk aşı nimini. Kördük mesela şu oxunca, aşın Allahu Ekber dep kötəgəllik ki şu çağda. Bu üzünün küçü emas o. Mümkün emas qanday üzünün küçü emas. Aklın okusun O karşısak Allah bulmayız bilen dedi. boldu. Bütün ruhi bilen, vücudu bilen, itikadı bilen bütün üzünü tüketti bu. Fakat Allah bilen de boldu şu çağda. Allah Teala'nın ki küçü bilen bu aşı 280 kiloluk aşı okunu ayaq koyup attı. İngilizniki paraxodunu şunun parçaladığına. Demek aşında işleyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hendek kolu vatkan çağında Allahu Ekber dep aş sahabilerin küçü yetmegen çağda aş Allahu Ekber dep aş şunda yuğan Koran taşını parçalatkanlık mesela. Yani Allah bilen boğan çağda ayında acayip harika güçlü kilidi insanga. Şu an Kur'an-ı Kerim'in dini Allah bilen boğun hem şimdi Allah bilen boğun Allah sana yetidi deydi o. Ama bizle aldınıp kalmaz şu dünyanın işleri. Ezgi Kurmanlı programında bir gep bilan axlaştığım keldi meniki ustozniki diğerlerinden yani üzümüzün genel məniliqi muşu halallara mek hürmet meselesini bizim Uygurlan cemiyetiga bağlap düşendirişini her zaman muvaffaq deb qarayman hamda üzümning nuqtasidan. Ya'ni Xitoy davlatininki bizga qaratgan siyosatlari bizniki haq hurmatlarimizga bo'libmi bizniki mahriyatlarimizga qaratgan amaliyotda uchuq bir hurmatsizlik, ya'ni hurmatsizlik. Chunki bizniki o'zimizniki zaminida erkin yashash, shundoqla tilimizni paranglatish, o'zimizni madaniyatini yashatish, shundoqla e'tiqodimizga asosan yashash amaliyotda bizniki o'zimizni hurmatini saqlab qolish uchun nihoyat muhimdi. Lekin bular bizniki qo'limizdan elindi va dafsanda qilinyotdi, hurmatsizlik qilinyotdi deyli. Shunga bizniki nuqul shaxsiy erkinliklarninki dafsanda qilinishi emas, shundoqla bizniki bir Uyg'ur, butun bir Uyg'ur bu suhbatimizdan mavjudligimizningki bir mavjudligimiz o'zidan bevosita xiris kuchlayotidi va yo'q qilinishga tirishyotidi. Şoňa Xitoyniki masalan nimaga misol desak, amaliyotda mush Xitoyniki jazo kamplari deymiz, uni nurg'un qarindoshimiz ishiga sulh etish deymiz, e'tiqodimizga voz kechishdan zo'rlanishimiz deymiz. Uningki nurg'un Xitoy ayollarininki uyimizga kirib yani kontrol qilishi deymiz, mahrimiyatimizga bevosita hujum qilish deymiz. Amaliyotda dal o'shalar bizga qilingan nihoyat ig'ir bir hurmatsizlik, shundoqla qadr qiymatimiz qilingan hurmatsizlik deb qarasak bo'ldi. Men necha yil burun BBC'de bir xabar chiqqan, Uyg'ur kamplarda ya jazo lagerlarida Uyg'ur ayollarga bosqinchilik qilgan voqealar degandekchi. Amaliyotda hammamiz ko'nglimiz yerim bo'ldi, ammo masala shu. Masalaning kendik asosiy sabab bo'lsa, Allah bir bizni tuproq qo'ldan ketgan ekan, ya biz zemin. Ha, bizniki eng cho'ng mahriyatimiz bo'lgan, eng cho'ng oilamizdan iborat zeminimiz bo'lgan tuproq, yoki mahriyatimiz dafsana qilinganligi uchun bu qidek shundaq bizni bearam qilgan bundaq mahram munosabat ishlarninki yuz berishi tasadduq emas. Chunki cho'ng mahram qo'ldan ketdi. Unda bo'lgandan keyin boshqalarning orqadan kelishi Xitoyga nisbatan u qilgan ishdi deb o'ylasak bo'ldi tamoman. Ammo bundoq bo'lib ketdi deb yana biz voz kechsak qat'iy bo'lmaydi. Ammo chet elda bizniki nurg'un imkoniyatlarimiz bor ustoz, shundaqmi? Ha, Hı. ügünüş kalırsak, ilim ügünese ügünelimiz, özümüzü terak kıldırırsak kaldıralayımız. Tamam bizimki hürmetimizi kaytadan kaytırıp ep geliş. Yani bizimki kulumuzda. Biraz önce hep öttüler. Allah müminler bilen billah, takvadır bilen billah, muslimler bilen billah. Biz mümin bularsak, muhsin bularsak Allah biz bilen buldu dep oylayman. Eğer mümin bulamazsak, muhsin bulamazsak, takvadır bulamazsak Allah biz bilen bulmaydı dep oylayman. Muşu gipimni ahırlaştırıp bir ağız gap kuşap koysalar, buranın ahırlaşsak oldu ustaz. Şu. Allah bilan biz billah haqiqiy shu talab qilgan yordamga haqliq bo'lgan shaklda bo'lsak, Allah biz bilan bo'ldi, g'alaba biz bilan bo'ldi, shunami? Anda Allah bilan biz billah bo'lmagan chaqda o'zimiz o'z kuchimizga, o'z holimizga tashlab qo'ydim. Kuchim yetsa qilgin deydi. Kuchimiz yetmaydi shu chaqda shu. Xulosa shunaqa. Ezgi Kurman'da biz bugün programımızda halal haram bilen hürmet oturuş münasebetini təalluq qıştırışdıq. Hem onlarınki muş vaqtda xeyirlik olsun. Ustaz özürü köp rahmet. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat sizga rahmat.